Koboltni ochgani ketyapmiz. Bitta padishka kerak, keyin mana bunda eshik ochgani kerak. Bitta buni sim kerak bo'ladi o'zini. Mana shunday. Hoji bu azizlar. Mana bu yerda qolib ketdim. Mana shu yerda qolib ketdi. Shu yerda qo'yib esimdan chiqdi deb bu yoqqa yo'qmanda. Ko'ramiz, boryapman. Nima? Şurada. Değil mi? Hech kim ishlamaydi deyman. Men biramata uni ochib ko'rmaganman lekin. Nima? Bo'pti. Qanaqa qilamiz? Bilmayman men ularni. Bo'ldi, ochildi. Bitta bagaj knopka yangilab berish kerak endi. Ayna kaldi uyda qolib. Yara. Hey, knopka bormasizda shunday? U knopkadan yo'q menda. Ha? Shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar.